Behruz aka Toshkent Motors'da nima yangiliklar aka? Assalomu alaykum. Yangilik juda ko'p chiqibdi aka. Salomatsizmi? Bu galgi videomizga qanaqa obzor qilamiz aka? Qanaqa yangiliklaringiz bor? Hozirdagi yangi sveji zavoddan kelgan mashinalarimiz bor. Men sizlarga bitta ko'rsatib chiqaman, xudo xolisa. Xudo xolasa. Pul toparman. Xalqimizga hozir eng sinovdan o'tgan, Aha. pul ko'raman deydigan akalarimizga Jack X8 Gurzivoyni tavsiya qilaman. Voy mana. Pulinglar bo'lib turib, yaxshi mashina qidirib yurgan bo'lsanglar, Aha. bu mashinamizni bitta ko'ringlar, xudo xolisa. To'yinligi juda yaxshi o'tiradi. Gap yo'q. Hozir men sizlarga bu mashinamizni chiroyli qilib, xudo xolisa akamiz bilan obzorlarni qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ma'qul kelsa like, kommentarni mang'illatib turasizlar, xudo xolisa. Xudo xolisa. Qadrdonlar, biz boshladik. Ketdik aka. Hop, bu videomizni boshlaymiz aka. Bu Jack X8 Gurzivoy. Aha. O'zimizda Samarqandda UzAvto Trailer tomonidan ishlab chiqarilyapti. Hop. Men boshqalarga o'xshab cho'zib o'tirmayman. Ha. Mashinaning narxini tez aytib o'tib ketaman aka. Ha. Bu mashinamizni tan narxi 275 million 520 ming so'm. Voy. Bu furgonli bo'ladi, Alkifondan qilingan tayyor. Aha. Bu mashinamizda 2 atmosferli motor bor. Toyota bilan samnisli ishlangan. Ha. 147 ta ot kuchiga ega. Bu mashinamizni qo'rqmasdan xarid qilsanglar bo'ladi, hurmatli haydovchilarimiz. Bu Alkifondan qilingan Pramoy zavod, dokumentida ham Pramoy furgon bo'lib chiqadi. Ha. Xohlasangiz bitta o'zim ham qani ko'ring. Bismillahirrohmanirrohim. Hammalarga yaxshi kunligi nasib qilsin. Bu mashinamiz bo'yim 1.75, bemalol yuklarni bossanglar bo'ladi. Bemalol yoritgichlari bor. Bemalol firmachi akalarimiz bo'ladimi, suvchi akalarimiz bo'ladimi yoki o'zini biznesini rivojlantiraman, meva-cheva ortaman degan akalarimizga tavsiya qilaman. Yon tomonlarda ham eshiklari bor. Agar naqd olaman desanglar, bo'yatgan 275 million 520 ming so'mlik mashinamizni 16 million 820 qildirib beraman. Voy молодец. Agar xohlasanglar, bu mashinamizni rassrochkasi bormi, avtokrediti bormi deganligi, rassrochka qildirib beraman. 50% boshlang'ich to'lov to'laylar, 13 oyga o'zini pulini bo'lib berishga Pramoy zavod bilan dogovor qildirib, bu mashinamizni rassrochka qildirib beraman. Keling, yon tomondagi eshikni ham ko'rsatib o'raylik. Qani? Bu mashinamiz yana bir zo'r niqasi, bunda orqa qo'sh balon bo'ladi, orqa amortizator, oldi 15 razmerda balon bo'ladi, juda yumshoq. Prujinovoy bo'ladi. Prujinovoy. Boshqa videolarimizda ham test drive qilib ko'rsatgan videolarimiz ham bor. Agar xohlasa, agar pastroq chiqib qolgan bo'lsa, teproq chiqib ko'rsanglar ham bo'ladi. Yon tomondan ham bemalol yukli bo'lsa, yuklarni tushirsangiz bo'ladi. Mashina haqiqatdan yaxshi mashina aka. Mijozlarimizga bemalol tavsiya qilaman. Olib tirikchilarni qilsanglar bo'ladi. Chunki hozirda ko'pchilik yaxshi mashina qidirib yuribdi aka. To'g'ri. Misol uchun zapchastdan muammo bormi, servisi bormi deganligi, xudoga shukr muammo yo'q. Zapchast do'konimiz ham, servisimiz ham o'zimizda mavjud. Bu mashinamiz boya aytganimdek 2 atmosferli motor dedim-ku. Aka, metan propan zo'r tushadi bunga. Metan propan cho'tki tushadi. Ko'rib turibsizlar, sveji yangi kelgan mashinalar, hammasini yili 26-yil. 2026 3-4-oy. Hammasi. 3-4. Mana, xohlasanglar ichki salonni ham bitta ko'rsataman. Bu Bartoyimiz. Bartoydan olaman desangiz. Bu 248 million 640 ming so'm. Bunisi. Shunday, naqdga olaman desangiz 231 million 840 ming so'm qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, bu Bartoy 3.10 ga 1.65 bortimiz uzunligi. Bakoylarda ham abagreiflar bor, hurmatli haydovchilarimiz. Keling, motorni ham bitta ko'rsatdik. Bularning hammasiga oldiga 3 kishi o'tkazsangiz bo'ladi. Oldiga bo'lamaydi. Keling aka, shunday. Mana, shu sidenamizni shunday ko'tarib qo'ysak 3 kishi o'tkazsangiz bo'ladi bemalol. Konditsionerli как положено ishlaydi. Rullarimiz gidravlika kuchaytirilgan rul aka. Mashina vaqti zo'r aka. Mana motori tushunadigan odam bo'lsa, shu motorni shunday bitta ko'rib ham borib, bu mashinadan bosishim kerak ekan deb qoladi mana aka. Motorni bitta ko'ring. Mana. Haqiqatdan usulli qilingan atmosferli motor, Toyota bilan samnisli ishlangan. Вообще yana motor ham. Haqiqatdan motor ham kuchli motor aka. Dizaynni ham shu udar ishlab qo'ygan. Xuddi shunday aka. Mashina haqiqatdan zo'r aka. Olib, xudo xolisa, hurmatli haydovchilarimiz baraka topasizlar. Mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Balonlarni almashtirish shartmi? Yo'q, balon almashtiraman demaysizlar, hurmatli haydovchilarimiz. Ramalari ham haqiqatdan baquvvat usulli qilib ishlangan. Usul-usulni almashtiraman demaysizlar. Ko'rib turibsizlar, yillari ham 4-oy ekan, 2026 4-oy, zapaskalardan ko'rib turibsizlar, ikkita, bitta 13, bitta 15 razmerda. Orqa qo'sh balon. Orqalari qo'sh balon. Xohlaganligi tentovka desanglar, tentovkaligimiz ham bor. 255 million 360 ming so'm tentovkamiz. Agar buni ham 50% to'lasanglar, 13 oyga rassrochka qilib beramiz. Agar avtokredit bo'lgan bo'lsa, 16 million 800 qilib beramiz.
Faqat skitkamiz, rassrochkamiz soni cheklangan, hurmatli haydovchilarimiz. Oladigan bo'lsanglar, shoshilib olib qolinglar. To'g'risi, chunki ko'tarilishi mumkin. Chunki bundan oldin ham ko'tarilgan, rassrochkalar ham yopilgan edi. Hozir yana limit berdi, ochildi. Shoshilib qolinglar. Xo'p aka, keling. Mana xohlasanglar raskala dushkali bo'ladi bu. Yig'iladigan tentovkali Jack X2 mashinamiz. Xohlaganlarga shu mashinadan ham qilib beramiz. Avtokredit qilaman desanglar ham bo'ladi. 84 million so'm bilan avtokredit qilib chiqartirib beraman. Agar olaman degan mijozlarimiz bo'lsa. Yo'q, menga Bartvoydan yoki furgondan kerak desanglar ham bemalol 90lik 069 20 22 chiqaringlar. Chiroyli qilib xizmatlarni qilib beramiz. Hech kim mendan norozi bo'lib chiqib ketmagan. Faqat kelish yildan oldin sarsongarchilik bo'lmasligi uchun, over bo'lmasligi uchun aloqaga chiqinglar menga. Biroq Behruz ukam shu mashinani olmoqchi bo'lsa, qiziqdi desanglar, men sizlarga ma'lumotini beraman. Keladigan bo'lsangiz, pasport tashisizda, pasportinglarni tekshirtirib ko'ramiz. 100% chiqadigan bo'lsa, kelasizlar, bir kunda ishlarni chiroyli qilib bitirib beraman. Bizning avtosalonimiz shu. Toshkentdagi gilamli ofisimiz, Jack rasmiy dilleri. Servis, zapchazdoga hammasi o'zimizda joylashgan. Kelsanglar hammasini ko'rsatishim mumkin. Aka, zapchastlarda umuman muammo bo'lmaydi. Zapchastda muammo yo'q. Bu videoni ko'rayotgan bo'lsa, bu mashinani xarid qilgan mijozlarimiz bo'lsa, avvalambor 2 yildan beri meni yurgan mijozlarimiz aka, almashtirayotgan bo'lsa, moy kalotkasini almashtiradi. Endi naboda DTP bo'lib, yetbek urib, bamfer kerak yoki bakvoy kerak, oyna kerak yoki boshqa narsa kerak desanglar, bemalol 90lik 069 20 22 chiqaringlar. Zapchastdan muammo yo'q. Qo'limdan kelgancha yordamchi bo'laman. Biz bir kun yordam emasmiz, 3 yildan beri ishlayman. Hech kim mendan norozi bo'lib chiqib ketmagan. 12 ta viloyat hammasiga mashina qilib berganman. Jack M3 bo'ladimi, M4 bo'ladimi, Jack X2 gruzovoylar bo'ladimi? Hammasidan qilib berganman aka. Hech kim norozi bo'lib chiqib ketmagan. Kelishsin, chiroyli qilib xizmatlarni qilib beraman. Kelishdan oldin shu boyayotganimdek 90lik 069 20 20 chiqsanglar, o'zim chiroyli qilib xizmatlarni qilib beraman. Gap yo'q. Men o'zim yangi yo'lda turaman, Niyozbosh degan joyda. Gap yo'q. Agar Niyozbosh degan joyni eshitgan bo'lsanglar, shu yerda turaman. Turadigan, yashaydigan joyimiz aniq tiniq. Kelsanglar, sifat jihatdan umuman muammo yo'q. Bir kunlik menejer emas biza. Kelasizlar, chiroyli qilib, akkuratlik qilib ishlarni bitkazib beraman. Xudo xolasa. Aka, ma'lumotlaringiz uchun kattakon rahmat. Xizmat bo'lsa chiqaverasiz, hech kimni majburlash yo'q. Ma'qul kelsa, bemalol kelsanglar, chiroyli qilib xizmatlarni qilib beramiz. Hozirda Kia Bongo, Chang'an, Faton, ularni kerak bo'lsa choyni ichiradigan Jack X2 aka. Gap yo'q. Qadrdonlarim, kutib qolamiz. Ekranda nomerlar qo'ygizamiz, bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'ling. Sizlarga omad aka. Rahmat. Yaxshilik ko'rishaylik. Sog' bo'linglar.